O'zbekiston va Afg'oniston hukumatlari To'ti maydon gaz konini o'zlashtirish ishlarini boshladi. Xabarga ko'ra, loyihani amalga oshirish bo'yicha 25 yil muddatli shartnoma O'zbekistonning Aerialcom kompaniyasi tomonidan imzolangan. Kelishuv shartlariga ko'ra, pudratchi birinchi yilda 100 million dollar, 10 yil mobaynida esa 1 milliard dollargacha sarmoya kiritadi. İlk 2 yilda qazib olingan gazdan 100 megabayt elektr energiyasi ishlab chiqarish rejalashtirilgan. To'ti maydon konlaridagi gaz zaxiralari taxminan 7000 kvadrat kilometr maydonni qamrab olgan. E'tiborli jihati, O'zbekistondagi gaz konlariga asosan Rossiya egalik qiladi. O'z yurtining tabiiy gaziga egalik qila olmagan hukumat qanday qilib Afg'onistonda gaz konlarini o'zlashtirishi mumkin degan tabiiy savol tug'iladi. Shuning uchun ushbu shartnoma ortida katta ehtimol bilan Rossiya turibdi. Chunki yuqorida nomi tilga olingan kompaniya asosan Rossiyaga bog'liq holda faoliyat yuritadi. O'zbekiston esa qaysi davlat turishidan qat'iy nazar unga ko'prik vazifasini bajarayotgan bo'ladi. Afsuski, Toshkent yirik kuchlar o'yinida geosiyosiy ko'prikka aylanmoqda. Islomiy yurt bo'lmish Afg'onistonning zamini ham, tabiiy boyliklari ham ummat mulkidir. O'zbekiston hukumatı bu boyliklarga islom va musulmonlar dushmanlarining kirib borishi uchun geosiyosiy ko'prik sifatida xizmat qilishi musulmon birodarlikka va ummat manfaatlariga zid qadam hisoblanadi. Afg'oniston va O'zbekiston islomiy yurtlar bo'lib, xalqlari bitta ummatning ajralmas bo'laklaridir. Shuning uchun ularning o'zaro munosabatlari mustamlakachi kofirlar orqali emas, balki Allohning shariatiga tayangan bir ummat sifatida qurilishi kerak. Shunday ekan, bu xalqlarning taqdirini hal qiluvchi masala bitta. U ham bo'lsa, Roshid xalifalik davlatining barpo qilinishidir. Zero xalifalik bugungi sun'iy chegaralarni bartaraf etib, ularni yagona vujud kabi birlashtiradi. Xatarlardan himoya qilib, boyliklarini faqat musulmonlar manfaatiga yo'naltiradi va avvalgidek buyuk ummat darajasiga ko'taradi.